Disclaimer. Filmda alkogol va tamaki mahsulotlari iste'moli aks etgan kadrlar bor. Unutmang, ko'chadagi o'yinchoq apparatga tanga tiqib bo'lmaydi. Film ijodkorlari mahalla raisi Nazira opa, uchastkovoy Bahodir aka, savdogarlar Sharofat xola va Ma'rifat opalarga filmni ishlashda burnini tiqmaganligi uchun minnatdorchilik bildiradi. Bu filmga rejissor Ahad Qayumning aloqasi yo'q. Shuning uchun bemalol ko'rishingiz mumkin. Biz shaharning eng oldi istiqborlarimiz. O'z kasbining asl ustalari, har qanday vazifani chin yurakdan bajaradigan professionallar. Yo'q, bular emasmiz. Biz mana. Pullarim qani? Bilmayman. Urlaring. Voy, bor yo'g'i shumi? Qo'llaringdan kelgani shu bo'ldimi? Aytmayman. Men chidayman. Aytmayman hech narsani. Aytasanmi? Aytaman. Xullas, unday bo'ldi. Men ham obed qilganim yo'q. Hozir mana rasmlarni sotaylik, birga pirojka yeb olamiz. Endi butun umr shu fotoapparatchilik qilib o'tamizmi? Lekin haqiqatan ham bor, jonga tegib ketdi. Ertalab tur, odamlarni rasmga tushir, kuni keyin uni 5 ming, 10 mingdan sot, kuniga 200 ming, 300 ming top, oyiga 1 million, 2 million, lekin yaxshi pul topayotgan ekanmiz. Oz nima deding? Yomonlab maqtab qo'ydim bir-birini. Ketdik. Sigareta. Nodir, bilasan, sevgan qizim bor edi. Uydagilarim birdan olib bermayman deb turib olsa-de. Yo, olish kerak-ku. Qanaqa bo'lasan? Yo'q deb turibdi-ku. Sen olmasang men olaman. Sen ham ola olmaysan, baribir bermaydi. Kerak bo'lsa, ikkovimiz surib bo'lsa ham olamiz. Nima deyapsan? Pul. Pul. Sen top. Ololmaymiz. Mashina ketishi kerak. Bo'lish yerda kutamiz bo'lmasa. Jindimisan? Bu yerda kutib bo'lmaydi. Ha? Vo? Mana? Ha? Restoran. Ha? Ichkariga kiramiz, ovqatlanib turamiz, mashina ketadi, kelib pulni olamiz. Jinnimisan? Ovqatlanishga pulimiz yo'q-ku. Ey, pulimiz bor. Nasib qilsa shu pul bizniki bo'ladi. Ketdik. Nimalarimiz bor? Hamma narsa bor. Nima yeymiz, nima ichamiz? Bizga eng qimmat Men aytaymi? Uchta manti. mana shu aytgan narsalarni ber. Qarab qo'y. Qani yigitlar, naqd to'laymizmi yoki plastikda to'laymizmi? Qarang, sizlarda mabodo klient pul to'lamasa, nima qilasizlar? Urib tepib chiqarib yuboramiz. Qarang opajon,
biz studentmiz. Bizni urib tepish shart emas. O'zimizdan nima chiqib ketamiz, ha? Ha. Menimcha bizga mijoz chiqmayotgan sababini bildim. Sababi nimada ekan? Shehzod Holmes. Instagram reklama berishimiz kerak. Po'lato. Nima Shehzod Holmes? O'tgan yil nechta ish olganmiz? Bitta. 100 bitta deb yoz. Nechtasini topganmiz? Bittasini topdik. A shuni 100 bitta deb yozda. Ana nomeringni qo'yib bosib ol. Yo, erkak deganim shunday bo'ladi. Bu erkakda sal bir stoyka bo'ladi. Sal qochib urishadi. Hech bo'lmaganda udardan qochib qoladi debdi. Ha, bo'pti. Qattiq og'rimayaptimi? Yo'q. Ha, yur endi uygacha piyoda yetib olaylik. Men qara, sovqatmayapsanmi? Qanday sovuq? Yozmi yotibdi kun? Kunim sovib ketdi, qor yog'sa kerak. Taksi baysi to'xtat, yetib olaylik. Aka, shu ko'chani boshiga tushirib ketasiz-da. Aka, mana shu yerga to'xtab keting. Bo'ladi. Rahmat. Kamerani sumkasini olib tush. Qayerda qoldi endi bular, a? 2 oydan beri meni aldaydi. Agar shu bugun ham pulni bermasin, ko'chaga chiqarib haydayman. Shoshmay tursin. Saza aka. 2 oydan beri pulni bermaganmiz. Sekin. Qayerda qoldi ekan, a bular endi? Shu bugun ham kelmasin shular. O'zim bilaman nima qilishni. Mijoz telefon qilyapti. Mijoz? Mijoz. Gaplashing. Alo, isqorlar eshitadi? Ha, isqorlarmiz. Ha, plastigingizdan pul ichib ketdimi? Kiber jinoyatga yo'l qilibsiz. Albatta topamiz, bunaqa narsalarni ko'pini topganmiz. Ha, bizga ma'lumotlarni tashlang, qanday bo'ldi jarayon, nima bo'ldi? Hozir. Kodni aytaveraman sizga. Bo'ldi. 6776. Bo'ldi. Mana shu nomerga ma'lumotlar tashlang. Kod so'rashdim, hozir ma'lumot tashishadi. Bir jinoyat topamiz, bizda qochib qolmaydi. SMS keldi. Ha, kimdan? O'sha boladanmi? Bu ma'lumot emas. Bankdan SMS keldi. Nima debdi? Abetga deb olib qo'ygan 70 ming pulimizni yechib ketibdi. Mashinaklarga uchrabsiz-ku. Google qani? Bilmasam, boyashaqda edi, endi topolmayapman. Esim, Google tutib olmaysan, birov pulni qanday topasan? Qanday iz qo'yarsan? Vah. Kim bor? Och eshikni deyapman senga. Uyda hech kim yo'q. Ha, uyda hech kim bo'lmasa, qanday qilib gapiryapsan? Men ajinaman. Ertaga seni uchastkovoyga berib qamataman, yurasan keyin. Ajina bo'lib, agar ertaga ham pulni bermasalaring, ko'chaga chiqarib haydayman. Qamataman senlarni. Yaramaslar. Nodir, bir balo kelsa bor-ku, qo'sh keladi degani shu-da. Boshqa narsani ko'tarib kelganman deyman. Nima balo endi bu?
10 yilga qamalasan. Nima? Ha, ko'p ishlatsang 10 yilga qamalasan. Kallang ishlaydi xumbosh. Yaxshisi kam-kamdan o'zimizni ehtiyojlarimiz uchun ishlatamiz, xo'p? Seni shu kunlarda nima orzuying bor? Kameram sindiku? Ha. Yangi kamera olish. Bo'ldi, olamiz. Cho'p, telefonni olib OLX'da ko'ramiz. Qizil jimpir? Sen nima orzuying bor? Batman bo'lish. Yo'q, shu kunlarda deyapman. Shu opani ovozini o'chiraylik. Kvartirani pulini to'laylik. Zo'r bo'ladi. Mana, kameraga. Ket. Telegramdan ham keldi. Mijozmi? Ha, mijoz. Nima debdi? Assalomu alaykum, isquvarlarmisiz? Isquvarmiz deb yoz. Isquvarmiz deb yoz, qizquvar deb yozibsan. Yo'qolgan pulni topasizmi? Topamiz deb yoz, yopamiz deb yozib qo'yibsan. Hali javob kelmadi. O'rganib qopman o'shanga. Qancha pul bersam topib bera olasizlar deb. Bu ham pul haqida gapiryapti. Mashinik bo'lmasin, plastikdan pul kesib ketmasin. O'zi obedga deb olib qo'ygan 70 ming pulimiz bor. Shuni yechib ketdi. Endi pulimiz yo'q. Nimadan xavotir olasiz? Bo'lmasa bitta obed olib bersangiz topamiz deb yoz. Ha, ovqatlanamiz. $200 beraman. Ok deb yoz. Endi omadimiz keldi, Poatov. Nimasini aytasiz? Sherzodxonmiz. Rasmlarni qara. Nanan, Qan. nanan, nanan, nanan. Qara. Qanday rasm? Yo, shu rasmni sotmoqchisan-da hozir seni? Buni qara. Birovni oyog'i, birovni qo'li, birovni beli, birovni vobshe boshqa joyi. Yo, lekin yaxshi tushiribsan-a, bo'ladi. Shuni hammasini yig'sa, jamlasa bitta odam bo'ladi-ku. Kalla ishlaydi. Solaymi? Yech berga. Yur, men o'zim senga ko'rsataman. Rasm tushirishni. O'zim ham zo'r tushiraman. Xullas kecha men ikkita yupun kiyingan yigitlarni mashinamga mindirib, ko'cha boshigacha olib borib qo'ydim. Qo'ygan, olib kelgan. Ular meni mashinamdagi chamadonni almashtirib olib ketib qolishgan shekilli. Shunaqa bo'lgan shekilli. Chamadon to'la pul edi. Ularni mana shu ko'cha boshida tushirib qoldirdim. Shu yoqda tushib qo'ygan. Men o'zimni qobiliyatim, o'zimni iqtidorim bilan qanaqa ko'maklashishim mumkin? Ayting. Xalaqit bermasang eng katta yordam shu. Mana borib tur. Bor. Ular necha kishi edi? Ular 2 kishi edi. Ular 2 kishi. Biz uni topamiz. Topdim. Boya izlagan, mana Google kissamda ekan. Bizning hozirdan bor, xalaqit bermay turdim, bor. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Biz albatta tez kunda sizni pullaringizni topib sizga qaytaramiz. Onasi. Mana yuribman, ishda yuribman. Boraman, vaqt boraman, vaqtliroq boraman. Shu odamlarga tushunmaysan-da. Musorni yashikka tashlab yursa bo'lmaydimi? Ularga farosatdan bersa, men rizqni qayerdan olaman? Bo'ldi, jahlimga tegma. Jahlim chiqsa bilasana, uyga borguncha sen bilan gaplashmay qo'yaman. Bo'ldi. Tavba. Odamlarga tushunib bo'lmaydi-da. Chamadon tashlab ketganmi? Odamlarga ham hayronsan.
Mayli. Demak, Po'latov, Labay. bu ikkita yupun kiyingan yigit aynan mana shu yerga tushib qolishgan. Nima uchun aynan shu yerga tushib qolishgan? Ha, mana do'kon yaqin ekan, do'konga tushgan bo'lsa kerak. Yarim kechqurun, sovuqda, tayoq olib kelayotgan ikkita yigit, yupun kiyingan yigit nega do'konda tushib qolish kerak? Ular uyiga yaqin joyga tushib qolishgan. Demak, ular mana shu yerda yashashadi. Yashashganda ham ijarada yashashadi. Sabab? Ikkita yosh yigit alohida uy olmasa kerak. Demak, biz mana shu uydan ularni qidirishimiz kerak. Ketdik. Ey, bu yoqda uy dedim. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi o'tirsan. Rahmat. Ha, onasi. Ovqating tayyormi? Qani, ovqatingni suzunda bir qo'lingdan mazza qilib ovqat yeylik. Shu odatingiz qolmadi-da. Uyga musor ko'tarib kelaverasiz. O'zi bir katolikda uyda yashasak, buni qayerga joy qilamiz endi? Bu yoqqa ber. O'rgildim. Men seni o'ylab olib kelgan edim. Biron naskingni, ro'molingni solib qo'yasan deb. Tavba, bu xotinni o'ylamay ekanda. Moshin menga yo'q. Bo'lamiz. Ha, afsuski bir muammo bor. Xo'sh. 10 yilga qamalasiz. Nima? Bu yoqqa ol. Tushun xotin. Hozir biz bu pullarni ishlatib, uy-joy, mashina qiladigan bo'lsak, mana qo'shnilar shubha qilmaydimi? Bu yashashimizni qara. Yaxshisi buni sekin o'zimizni mayda-chuyda orzularimizga ishlatamiz. Qanday o'ylabman xotin? Mana misol uchun meni orzuyim seni orzuying nima? Onajonisi. Voy o'zi maylana, uyalmay ayting. Nozlanmay ayting. Meni orzuyim, Xo'sh. yaqinda bilasiz, to'yimizning 10 yilligi bo'ladi. Biron marta nishonlamadik. Restoranlarga borib, shohona ziyofatlar qilib. Bo'ldi. Boramiz. Borganda hamchi eng qimmatiga boramiz. Qani? Ketdik. Demak, ular mana shu uyda ijarada turgan. Ha, mana shu yerda yashagan. O'zim fikrlayapman. O'zim bilan o'zim gaplashishga qo'y. Lekin qaysi uyda turganligini kim biladi? Lekin qaysi uyda yashagan ekan, ha? Fikrlashimga xalaqit beryapsan. O'zim bilan o'zim gaplashyapman deyapman-ku. Buni faqat qo'shni bilishi mumkin. Chunki u ham shu uyda turadi. Shuni so'rash kerak deyapman. Borib so'ra. Men sizni fikrlayaptimkan deb o'yladim. Assalomu alaykum. Akajonim, yaxshimisiz? Omonmisiz? Siz bir xizmat bilan keldim oldingizga. Shu desangiz, mana shu domdamni shu yaqin o'rtada
ijaraga uy izlayotgandik. Ijaraga uy qo'yadigan bir tanishlaringiz yo'qmi? Keyingi podyezdda Shahnoza opa degan bir opa qo'yardilar. Keyingi podyezdda Shahnoz opa. Shahnoza. Xo'p aka, xo'p. Charchabang, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Shahnoz opa yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kelinglar xizmat. Ha, qo'shningiz aytib qoldi. Ijaraga odam qo'yar ekansiz, shunga biz ikkalamiz ijaraga turmoqchi edik. Ha, qo'ymoqchi edim. Qarang, ikkita bola qo'ygandim. O'zi 2 oydan beri na pulni beradi, na ko'rinish beradi. 2 oydan beri men shahrimga kelgandi. Lekin bugun ertalab insof kirdi qayerdandir. Pulni ham olib kelib berdi. Qarangki, 1 oylik oldindan to'lovni ham qildi. Uzr, xafa bo'lmaysizlar. Boshqa joyni izlab ko'ringlar. Opani gapidan nimani sezding? Opa shashlik yegan ekan. Piyozni hidi keldi. Seni bir ovqatlantirib chiqishim kerak ekanda ko'chaga. Tasavvur qil. Sen kvartiramsan. 2 oylik pul bermagansan. Hozirga seni pul bermasang yo'qotaman deb qo'rqityapti. Har kuni janja. Sen esa tasodifan bir chimadan pul topib olding. Birinchi nima ish qilasan? Ovqatlanaman. Changlagini ovqatlar ko'targanmiz seni. Birinchi o'rinda kvartirani qarzini to'laysan. Kerak bo'lsa oldinroqdan pul to'lab qo'yasan. Demak, pulni ikkita student topib olgan. Ular topishimiz kerak. Ketdik. Yo, qanday tushunmagan odamsizlar? Hozir aytayapman, managa chamadonni qo'ydik. Keyin rasm tushirishga chiqib ketdik ikkalamiz. Qaytib kelsak yo'q. Shunda sizlar rasmchimi? Biz shaharda nomer 1 fotograflarmiz. Siroj foto. Hamma taniydi. Qalay? Bilasizmi? Men bular rasm chekanligiga shubha qilyapman. Ha, bo'lmasa bitta rasmga olib ko'rdik. Ana shu odamni rasmga olasizlarmi? Master kerakki. Qani? Aka, bir minutga. Aka, bir minutga. Labay, Sizni bitta rasmga olsam mayli? meni rasmga olasiz. Unda shoshmang, yangi kostyumchim bor. Hozir shuni kiyib kelsam mayli?
Mayli, zo'r chiqadi. Ungacha mana bunga qarab turing. Hozir kelaman. Hozir. Menga qaranglar. O'zi sizlar kimsizlar? Buncha so'roq qilyapsizlar meni? Bizlar shaharda eng oldi istiqolarimiz. Menga nima ko'rsatsa, unga ko'rsat. Buni qarang. Okey. Oxiri mana talabalarga guvohnomasiz parod qiladi-da. Hali ham ichini ochmadi. Ichini ochsa, kim bu Tursunova Nargiza? Rustofim. Parod bo'lamiz-da. Qarani olaga. Keldingizmi? Ha, keldim. Shapkani yeching. Qaysi shapkani? Boshdagi shapkani. Uzr. Uzr. Ketdi. Qani? Joy. Sizam salmoqni beribsizda. Xotinim ham shunday deydi. Qara, bu haqiqatan ham fotografiya ekan. Ishlashdi, qara. Demak, haqiqatan ham bular pulni ichiga qo'yib ketgan. Demak, biz bir chemadan to'la pulni fotograflar qo'yib ketgandan keyin olib ketib qolgan o'g'rini topishdi. Ishlarim ko'proq edi. Rasmi zo'r chiqdi. Qayerga ketyapsiz? Ha, yaxshi. Qanday ajoyib odam ekan. O'zi obodonda ishlaydi. Lekin qimmat kostyum kiyib olgan. Did bilan kiyinar ekan. Bo'ladi. Tasavvur qil. Sen agar ko'cha tozalashda ishlasang, oyliging kam bo'lsa, bir chemadan pul topib olsang, birinchi nima qilasan? Ovqatlanaman. Sen oshqozoningni oldirib tashlash kerak. Miya bilan fikrla. Birinchi o'rinda usti-boshingni almashtirasan, chiroyli kiyinasan. Demak, pulni bu topib olgan. Ketdikmi? Ketdik. Bu yoqqa ketdik. Voy asal qizim. Shirin qizim, meni yaxshi turibsanmi? Hech narsa olib kelmadim bugun qizim. Olib kelolmadim asolim. Qo'lingizagimi? Buni bu klientlardagi qolib ketgan ekan. Qayerga qo'yishni bilmay uyga olib keldim. Shuni ko'tarib sen uyga olib kiraver, ko'tarolasanmi? Men bir yuzimni yuvib chiqay. Zinura, qizim ovqat tayyor. Zinura? Bularni qayerdan olding qizim? Aya, mana ichidan chiqdi. Ichida? Yilga qamalasan. Nima? Qizim, bularni hammasini birdan ishlatib bo'lmaydi. Bularni kam-kamdan ishlatib, orzularimizni bitta amalga oshiramiz. Tur sen, bog'chaga borasan. Ertaga men bog'chaga bormayman. Nega? Ertaga men tug'ilgan kunim. O'sha uchun biz tortib olishimiz kerak. Bizning pulimiz yo'q-ku. Tug'ilgan kuningni zo'r qilib beraman. Aytdim-ku, mana shu yerga qo'yib biz xotinim bilan valsga tushgani pastga tushib ketdik. Qaytib kelsam shu yerda turgan chemadan yo'q. Siz bizni kimligimizni bilasizmi? Sop qo'y shu guvohnomangni. Bilib o'tiribdi Shuhrat aka. Pulli bor chemadanni qo'yib, raqsga tushib ketgansiz, ertasi kun kelsangiz chemadan yo'q. Tushunarli. Boxira. Bugun ham ishga kelmadimi? Bugungi oyligini bermanglar. Rahmat. Tez bag'ni stol yig'ishtirib olinglar. Yaxshi Shuhrat aka, siz boravering, biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Ha, boravering. Nima? Boravering, o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Xo'p. Endi pulni boshqa olib ketib qolgan bo'lsa,
kalavani uchun yo'qotib qo'ydik-ku. U odamni ey singlim, meniki u. Tavba. Stolda nima bo'lsa olib ketib qolar ekan-da hamma. Kim olib ketaverar ekan? Afisant? Demak, bu yerda nima tashlab ketilsa, ofitsiantlar olib ketadi. Shuni. Po'latov. Agar sen ofitsiant bo'lsang, kunlik pulga ishlasang restorandan bir chemadan pul topib olsang, birinchi nima ish qilasan? Men shu yerda o'zi ovqatlanaman. Hayotda sening ikkinchi maqsading ham bormi? Sen agar bir chemadan pul topib olsang, ertasi kuni ishga kelmaysan, chunki pulga zoriqmaysan. Demak, pulni bugun ishga kelmagan Mohira degan ofitsiant olgan. Ketdikmi? Ketdik. Ey, bu yoqqa. O'g'lim charchadi. Bo'ling, ikkinchi xizmatga borishimiz kerak. Hamma narsalarni oldingmi? Chamadonlarni oldingmi? Ha, hozir olyapman. Bo'ldi, sizga ketdik. Ha, ketdikmi? Oldingmi hamma narsalar? Oldim, hammasini oldim. Bu nima? Narsalarimiz? Bizniki emas, bog'chaniki biz kerak. Ochib ko'r bir. Pul ekan. Pul? O'n yilga qamalasan. Ey, 10 yilga qamalasan. Nimaga? Bu pulni birdan ishlatsak 10 yilga qamalamiz. To'g'ri. Shuning uchun kam-kam ishlatamiz. Yaxshi fikr. Hozirgi kunda nima orzung bor? Meni bitta sevgan qizim bor. Xo'p, Shunga rasm tushib, merim qilib bersam. O'sha orzuyimda. davay. Qani? Zir. Demak, tug'ilgan kunni shu yerda qilgansiz. Ha, shu yerda qildik. Kimlar bor edi? Ko'p bolalar, tarbiyachilar. Mana qarang, rasmga ham tushirganman. Mana ayiqlar. Mana shu ayiqchalar zo'da. Ayiqchalar tug'ilgan kunga kayfiyat ulashadi. Ha, kayfiyat beradi. Yaxshi tushibdi ayiqcha. Bu ayiqchani qayerdan kelgan? Bular zakaz berdim. Ha, yaxshi. Demak, kelgan paytingiz shemadan qo'lingizda bo'lgan. Ha, qo'limda edi, shu chekkaga qo'ydimda bolalar bilan qo'ygan kun nishonladik. Hamma shu yerda edi. Kim olgan bu ishni? Meni chemadonni bog'cha bolalar olib ketib qo'ygan. U bog'cha bolalar kurtkasini zo'rg'a ko'tarib, chemadan ko'tarib yuramidi? Olmagan ular. Ha, no, ikkita ayiq olib ketmaydi-ku. Nimaga ayiq olib ketmaydi? Buni ayiqchalar olib ketgan. Bo'ldi, topdim. Demak, biz bitta maxsus yo'l tuzamiz va sun'iy yo'ldosh orqali bu ayiqchalar qayerga ketganini aniqlaymiz. Shunday qilamiz. Interpol orqali kuzatib, Albatta. ko'zlarni qisqa bo'ladi. Albatta. To'g'rimi? Ana menda nima bor? Ha, bormi? Ozodroq yo'li bor ekan u. Yozib olamiz. Bo'ldi, ketdikmi? Ketdik. Bu yoqqa ketamiz. Qani? Nega meni bu yerga chaqirdingiz? Bilasiz, ertaga ishga chiqishim kerak. Bugundan boshlab ofitsiantlik qilmaysan. To'yimizni ham dabdabali qilamiz. Ketdik.
Oldingmi? Ha? Qani ko'rsatchi, rasmlarni ko'raylik. Mana. O, yaxshi. Qara. O. Qara. Ularga qo'y. Mana uni qara. Ya! Nima? Mana uni qara deyapman. Qaradim. Taniyapsanmi? Ana bu qiz-ku biz tayoq yeyishimizga sababchi bo'lgan. Qani ko'zing chiqqir, topayib tush aytsan. Ahmoq. Chemadanga qara. Ana ku pul. Buni lekin seryozni odamlar qidiryapti-da. Telefon qilib aytaylik, chaqiraylik, qaytarib beraylik. Nomeri bor. Qolib ketmasin, telefon qil. Alo. Po'lat. Po'lat emas. Po'lat o. Ha, uzr. Biz sizlar qidirayotgan pulni topdik. Pul topildi. Ha, o'z oyog'i bilan kelib qoldi. Hozir lakatsa tashlab yuboraman. Bo'ldi, xo'p. Yaxshi. Xo'p. Bo'l. Qutilaylik, shu qutilaylik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. 10 yilga qamalasa. Shu yerda ham ovqatni orzu qilasan, ha? Shuncha pulni qidirib yurgan ekanmiz, ha? Biz o'ylaganimizdan ham ko'p-ku bu pul. Shuni hammasini egasi olib ketadimi endi? Egasi olib ketadi. Lekin bitta fikr bor. Qanaqa? Siz bizga ishondingiz, biz esa sizda omonatni topib keldik. Yaxshi. Bu pullar menga juda zarur edi. Menga ko'rsatgan xizmatlaringiz uchun bittasi sizga, bittasi sizga. Qara. O'zi mana bittasi ishlatilgan ekan. Mana shundan ikkita senga, ikkita menga. Bilmay turib qara o'rtada, ha? Shuncha pul ichidan 200 olamizmi? Shu nasib qilyapti ham shukur qil, bilmay ketadi. Men 300 niyat qiluvdim-da. Niyat qilgan ekan deb olavermaydi. Qo'y 200 ga rozi bo'laverdik bo'ldi. Sop qo'y. Sizlarga yana bir topshiriq bor. Bu pullarni Toshkentga yetkazish kerak. Albatta yetkazamiz. Qarang, kelin ko'ylaknichi eng qimmat salonda eng qimmat kelin ko'ylaklarni olamiz. Keyinchi to'yxonaning eng zo'rini gaplashamiz. Keyinchi mashinalarni ham 10 tamas 30 ta gelik eng qimmat mashinasidan gaplashamiz. Keyin dugonalarimga hamchi bir xil qilib kiyim qilib beramiz. Xo'pmi? Bugun bitta ish qilaylik. Qanaqa? Hozir borib uyga damingdi. Ertaga ishga chiqishingga ertalabda, maylimi? Ketdik. $300 ham niyat qilasanmi? $1000 qilmaysanmi? Kallamga 300 keldi-da. Ey, odam shuncha pulni ham yo'qotib qo'yadimi? Buning uchun odam salkam ahmoq bo'lish kerak-da. Ovsar bo'lish kerak. Chikmoq bo'lish kerak. To'g'ri. Biz uni egasiga yetkazamiz, tovarlar o'z missiyasini yakunlaydi. Albatta, chamadonni oling, ketdik. Chamadan senda? Mashina qolib ketibdi-ku.